Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov Samarqand va Buxoroda bo'lib tarixiy qadamjolar bilan tanishdi. Ramzan Qodirov va uning hamrohlari dastlab shahardagi Hazrati Hizr majmuasida bo'lib, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilishdi. Mehmonlarning Imom Buxoriy majmuasiga qilgan tashrifi yanada taassurotlarga boy bo'ldi. Mehmonlar Registon maydonida ham bo'lishib, ota-bobolarimizning aql-u zakovati bilan bunyod etilgan osor atiqalarni ko'zdan kechirishdi. Amir Temur maqbarasida Temur va Temuriylar davrida rivojlangan ilm-fan va madaniyat, uning dunyo tamadduniga qo'shgan hissasi haqida mehmonlarga batafsil ma'lumotlar berildi. Ramzan Qodirov rahbarligidagi mehmonlar shaharning boshqa diqqatga sazovor joylarini ham tomosha qilishdi. Ramzan Qodirov qadim va navqiron Buxoroda ham munosib kutib olindi. Mehmonlarning dastlabki manzili Hazrat Bahoddin Naqshband ziyoratgohi bo'ldi. Oliy martabali mehmonlar Mir Arab o'rta maxsus islom bilim yurtiga tashrif buyurib, bu yerda tahsil olayotgan yoshlar bilan uchrashdi. Ustoz shogird an'anasi asosida arab yozuvining turfa usullarini puxta egallayotgan yoshlarning ishlari bilan ham tanishdi.